O'rtoqlar, tabriklashingiz mumkin. Bu meni yangi olgan uyim desam ishonmanglar. Bu Royal Rentals jamoasini Qozog'iston turar joy majmuasi joylashgan shinam uylardan biri. Aynan bu jamoa sizlarga juda ham ko'p arendaga uylarni topib berishadi. Hozir men sizlarga uylarni tanishtirib chiqaman. Uyga kirib kelishinglar bilan shunaqa chiroyli oyna, shunaqa chiroyli shkaflar, gullar, xullas uyni o'zini kirishidan qanaqa zo'rligi bilinadi. Va koridorni juda ham chiroyli joylashganligini qaranglar. Chunki zo'ri, menimcha har bitta uyda bu sanuzel hisoblanadi. Sanuzelni ta'riflashga menimcha til ojiz bo'lsa kerak. Va yana to'g'riga kirishimiz bilan yana shunaqa chiroyli kreslo va televizor sizlarni kutib turgan bo'ladi. Har bitta qizni orzusida bo'lgan chiroyli oshxona bor. Shunchaki biz hozir syomka jarayonida ovqatlangandik. Buni tushunasizlar vaziyatimizni. Buni shkafda bo'ylab olsizlarmi? Adashasizlar, bu xolodilnik. Sizlar kelib arendaga olib to'ldirib qo'ysangiz bo'ladi ichini. Bu manzara nima deyapti? Ispaniyaga qaranglar, chiroyliligini. Bu yerga kirgan odam faqat uxlagisi keladi. O'rtoqlar, bunaqa chiroyli uy, bunaqa shinam uy menimcha hammalar yashashni orzu qilsanglar kerak. Bemalol uyni ijaraga olishingiz ham mumkin. Hayotgancha Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistondagi qo'shni davlatdagi do'stlarimiz aynan Toshkentga ish yuzasidan yoki mehmonga kelishgan vaqtlarga 1 kunlik, 2 kunlik, 1 haftalik ijaraga aynan Royal Rentals jamoasidan uylarni topishingiz mumkin. Ularda faqatgina bittagina turar joy majmuasida emas, Toshkentdagi barcha turar joy majmuasida juda ham ko'plab uylar bor. Hattoki Toshkent City'da ham. Sizlarga ularni Instagram profillarini va telefon raqamlarini qoldirdim. Bemalol o'zingizga kerak bo'ladigan uyni qulay vaqtda topishingiz mumkin.